Erka bilan To'xtarning vazn o'lchash marosimida Gold ham shu yerda edi. Gold To'xtarni yaxshi inson sifatida ta'rifladi. U bilan uchrashuv iliq va ijobiy o'tganligini alohida tilga oldi. Mujiki, gap bo'lishi mumkin emas, ko'rishdi. Unaqa jan narsalar bo'lmadi. Qattiq qo'rqinayotgan ekan. TikToker Azxon esa bu holatga juda ham negativ bildirdi. Vaqildim, Erka bilan kiyganiga bizdek PRchilarning ahvolini qaranglar. Erka bilan men tushgani keldim. Biroq Saturn kelmasdan turib, men bo'lganimda u yerda To'xtarni adabini bergan bo'lar edim deb gap boshladi. Men borganimda shunchaki hamma narsa osonlikcha hal bo'lmasdi. Men bilasizlar. Men endi jajdam bo'lsa, sirada bir luboy vaziyatda 50 ta bilan 100 ta bilan luboy joyda birdaniga sirada aytaman. Ishonasizmi do'stlar, Erka bilan To'xtarni ko'rish uchun butun zal kelgan desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Bugun Erka bilan To'xtar bilan suratga tushishga bordim. Qozog'istonlik do'stlarimiz ham Erka bilan To'xtarni O'zbekistonda bemalol, qo'rqmasdan yurganiga qoyil qolmoqda. Axir biz mehmon do'st xalqmiz-ku, mehmonni albatta e'zozlaymiz. O'zbekistonda bir boshqa elda o'z tilida qozog'cha cho'tki so'zlab turdi. Dersk aytdi, qarash. Qadrli do'stlar, videoni tomosha qiling va albatta o'z izohingizni kommentariy yozib qoldirishni aslo unutmang. Bu jangda kim g'alaba qozonadi? Erka bilan To'xtar va Timur Nikulin. Men borganimda shunchaki hamma narsa osonlikcha hal bo'lmasdi. Men bilasizlar. Men endi jajdam bo'lsa, sirada bir luboy vaziyatda 50 ta bilan 100 ta bilan luboy joyda birdaniga sirada aytaman. Hozir ro'za vaqti emas, konkretni dasturiyni gaplasha olaman. Prosta men Oktagon ligani topda turgan baysiman. Lekin men borganimda konvit otgan tomondan bakalashga shunday uchib kelardi-da. Lekin men borganimda Men bormayman. lekin men uxlab qoldim. Men bormayman unaqa joyga. Chunki Kafeda aksarlik qildim. Oktagon ligada. Mujiki, gap bo'lishi mumkin emas, ko'rishdi. Unaqa jan narsalar bo'lmadi. Qattiq qo'rqinayotgan ekan. Erka bilan. Afanlar yubagan. Malades. Jangni aniqladi, yana ham ko'rishib hali, yana ham belgilaymiz. Qozog'iston bovurlarim. Gap yo'q, rahmat sizlarga. Hammalariga O'zbekiston. Inshaalloh bu yoqqa patishga bo'ladi. Vaqildim, Erka bilan kiyganiga bizdek PRchilarning ahvolini qaranglar. Erka bilan men tushgani keldim. Voy tavba, Alloh. Erka bilan sizlarni gapirsin, ey. Erka bilan sizlar gapirmanglar, dostoyni, порядочный mujik, ey, bratanlar. Sizga yarashmaydi. Sizlarga cho'qinsin u bilan. Do'stlar, assalomu alaykum. Qarindosh, Erka bilan bormiz. Rizam, qalay qo'ldamaysiz, Najim, qarash. O'zbekistonda bir boshqa elda o'z tilida qozog'cha cho'tki so'zlab turdi. Dersk aytdi, qarash. Bundash qachon Tailanddan keldim-da. Men O'zbekistonga keldim sen. Qachon o'zing любой o'ring. Ey, azamlar. Mart. Tigrgo. Qalay rizo olmaysiz? Ag'aylar, qo'lday Qozog'istonda sportda yurgan azamatlar bo'lgan bo'lsa, ya bizda ko'p bo'layotadi. Jo'ndi qo'ldamaydi. Или bir yerda bir o'tib qolgan bo'lsa, o'yinda qanday bo'lib qolibdi, boshqa degan sekildi. Yo'q. Qozoq sportsmenlar bo'lgan bo'lsa-da, UFC'da yurgan ba'volarimiz bo'lsa-da, boshqada Olimp chempionatida yurgan ba'volarimiz bo'lsa-da, o'tsa-da barlig'ini qo'llaydi. Do'stlar, qay elda, qay yerda yursak-da o'zimizning tilimizni hurmatlaylik. O'zimizdan yelimizda yurib, o'zimiz qozoqcha so'zlayga qajatmiz. Qozoqlar bir-birimen ba'vor bo'lib qozog'cha so'zlasa kerak. Ikki qozoq bir yerda turib, boshqa tilda so'zlaspangizlar, sizlarga aytaman. Bir-birlaringizni mіндетті turda qo'llaningizlar. Qozoqlar jasasin. Hamma sportchilar ana shu yerda edi. Barchamizga mashhur bo'lgan Aziz Estet akamiz ham Robertni raqsga tushirayotgan edi. Anjan polkaga. Hop, ha, davay. Uydi deymiz, lekin hamma odamlar, ya'ni juda ham ko'pchilik Erka bilan To'xtarni ko'rgani kelgani aniq edi. Sababi hammaning og'zida Erka bilan Çok $100 deb hammamizga mashhur bo'lgan Abbosxon aka boksyorni ham ko'rib qoldik. Abbosxon boksyorga omad tilab, yo'limizda davom etdik. Muhtaram mehmonlar, xabaringiz bor. Ertaga, ya'ni 26 dekabr sanasida Humo arenada
boks kechasi bo'lib o'tadi. Humo arenada faqat erkaklar jang qiladi desam, yo'q, ayollar ham jang qilar ekan. Menimcha qiziq bo'ladi. Erkak bilan sahnaga chiqib kelganda hamma baqir-chaqir qilib tashladi. Juda ham ko'pchilik erkak bilan to'xtar bilan rasmga tushmoqchi edi. Juda ham ko'pchilikni ichidan yorib o'tib, men nihoyat erkak bilan to'xtar bilan suratga tushdim. Prosta erkak bilan to'xtarga gap yo'q. Shuncha odam yoniga kelyapti. O'zbekistonda uni muxlislari juda ham ko'p ekan. Yoniga kelib, aka rasm tushaylik deyapti. Hali, "Mo brat, men bilan rasm tushmoqchi. Qochtiringlar deb turib, hali aqronalarni chetlab, rasmga tushishga o'ziga charlayapti hammani. Gap yo'q. Shunchaki respekt. Omad tilayman.